alaykum og'aylar. Bugun bitta tiko kelgan o'zganda mana. Hozir qildik, hamma yo'q cho'tka ishladi. Rasxotini o'lchayapmiz mana. Har doimdek mana 200 gram benzin. Mana 200 gram benzin hozir moddiy baklashga qo'yib qo'yamiz ashini. Mashinaga ulaymiz hozir. Xudo xolasa men mashinani ishlashlarini hozir ko'rsataman. Mana ishlashlari qanday ishlayapti. Pasos vaqtida oshdi, sirkulyatsiya zo'r ekan. Ishlash qand xudo xolasa, rasxotini o'lchaymiz. 0,0 qilib qo'ydi hozir xudo xolasa. Mana 0,0 ko'ramiz kelganda necha oldiki. Ana hozir ketyapmiz, уже 1,5 kilometr yurdi mashina. Xudo xolasa 200 gram benzin. Oxiri ko'ramiz necha bo'lar ekan. Hop, mana yurib keldik. 3.9 oldi. Hozir benzin oshib qolgan bo'lsa ko'rsataman, ichida nechta benzin qolganini, qancha qolganini. Qarochi 100 ga 4 bo'lganda 5 litr bo'lardi. 200 gram bilan 4 kilometr bo'lganda 5 litr ichgan bo'lardi. Hozircha 3.8 turibdi. Oshib qolgan benzin hozir ko'ramiz qancha oshib qoldik. Benzin qolmabdi mana ichida. Qisqasi 200 gram benzin bilan 3.8 yurdi. Shunda hozir почти 5.200 ishtida 100 ga hisobimizda. 5.5 ham deb to'g'raylik ana mana mash mashina, mash tiko mana mash motor ishlashni eshitdinglar. 5.200 ishdi 100 ga. 200 gram bilan 3 kilometr 800 metr yurdi.